Yaxshilar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan endi ehtimoliy nazariyaning probability'ga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak menga yana bir jadval beryapti. Birinchi o'rinda shu jadvalni tushunishga harakat qilamiz. Live North Center City, demak live degan yashamoq, North Center North City ekan. Live South Center City, demak Center City'ning South joyi. Less than 45 yosh. 45 yoshdan kichik, at least 45 yosh. Eng kamida 45 yosh. Xo'p, demak yana qilay. Yana o'sha ishni qilaman. Nima qilaman? Oxirgi gapni o'qiyman. Nimaga tepani o'qimayapman qarang. Tepa qarang. Jadval ifodalayapti, xulosa qilyapti. Demak, mana bu jadvalda nima borligi haqida gapiradi. Birinchi gapdi. O'shaning uchun menga oxirgi gap muhim. Agar a member of organization organizatsiyaning bitta a'zosi tanlanib taqakalgan. Demak, organizatsiya degandan keyin jamini tushunaman. Demak, jamga savol 135 ta odam bor. Shundan bittasi tanlangan. Nima ehtimolligi? Qaysi tanlangan member a'zo eng kamida 45 yosh. Eng kamida 45 yosh deyapti. Demak, bu chiqarib olaman. Eng kamida 45 yosh deganligi uchun demak nechta qolgan? 110 ta. Demak, 135 tadan 110 tani chiqish ehtimoli ya'ni 110 ta odamni tanlasang 135 tadan chiqish ehtimoli yana nima deyapti? Demak 135 dan 110. Demak javob D javob bo'ladi. Xo'p, demak bunday misollarda ko'pchilik o'ylanadi. Demak bunday yaxshi misollarni ishonch yo'lini o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Yana bunday yaxshi misollarni ishlab chiqarishga harakat qilamiz.